Öz məbdulluqdan kelib chiqqan xarakter benormalligi. Öz məbdulluq tipidagi xarakter benormalligining eng tipik ifodalari cho'ngchilik, boshqalarga istoshlik qilmaslik, shundaqla maqtilish ehtiyojidir. Bu xil kasalga giribdor bo'lgan kishilar hamisha takabbur, o'z markazchi, boshqalarni tizginlash istiki kuchlik va tirnoq ostidan kir izlaydi deb tasvirlanadi. Ularning yana reallikdan chatnagan fantaziyali xiyollari bo'lishi va o'zlarini alayda muomala qilinishga arziydigan kishilar deb qarab olishi mumkin. Bu xususiyatlar odatda quramiga yetish davrining dastlabki bosqichida boshlandi va muqarrar holda xizmat va ijtimoiy munosabat qatorliq ko'p xil muhitlarda takror ifodalandi. Öz məbdulluq tipidagi xarakter benormalligiga giribdor bo'lganlar hamisha o'zi alayda yoki talantli deb qaragan kishilar bilan aloqa qilishga tirishadi va bu ularning o'ziga bo'lgan ishonchisini oshira oladi. Ular maqtilishqa va diqqat e'tiborga sazovor bo'lishqa chekidan oshgan darajada xushtor, tanqid yoki mag'lubiyatga zinhor bardoshlik bera olmaydi. Gerçi öz məbdulluq tipidagi xarakter benormalligini davolash qiyin bo'lsa-mu, ammo psixikalik davolash bu xil kasalga giribdor bo'lgan kishilarning o'zlik ingini yetildirishiga va kishilik munosabatlarini taraqqiy qildirishiga yordam bera oladi. Öz məbdulluq tipidagi xarakter benormalligi diagnoz qo'yg'ili bo'ladigan ro'yi to'salg'ini ko'rsatadi. Öz məbdulluq bo'lsa, odamga qarab farqlanadigan xususiyatdir. Alomatlari Ro'yi kasalliklarga diagnoz qo'yish va statikalash qo'llanmasining Amerika ruh tibobati jamiyati tomonidan nashr qilinadigan Amerika va boshqa ellarda ro'yi kasalliklarga diagnoz qo'yishda eng ko'p qo'llaniladigan yetakchi qo'llanma 5-nashrga ko'ra o'z məbdulluq tipidagi xarakter benormalligiga giribdor bo'lganlar tövəndiki alomatlardan 5ni yoki texmi ko'pragini o'zida ifodalaydi. Bular quramiga yetish davrining dastlabida va boshqa turli muhitlarda ifodalanadi. O'zini reallikdan chatnagan darajada muhim deb qarab olish. Cheksiz muvaffaqiyat, huquq, talant, go'zallik yoki g'oyaviy muhabbat to'g'risidagi fantaziyalik xiyollarga cho'mish. O'zining alayda ekanligiga faqat alayda kishilar va organlarningla o'zini tushuna oladiganligiga va o'zi bilan bordi-keldi qila oladiganligiga ishonish. Haddidan ziyoda maqtilish istiki. Imtiyoz, ya'ni o'zini alayda muomala qilinishga loyiq deb qarash tuyg'usi. Boshqalardan foydalanish, boshqalarga hisoshlik qilmaslik, boshqalarga hasad qilish yoki o'zini hasad obyekti deb qarab olish, takabburona haqovur qilmish yoki pozitsiya. Ro'yi kasalliklarga diagnoz qo'yish va statistikalash qo'llanmasining 5-nashriga ko'ra, o'z məbdulluq tipidagi xarakter benormalligiga giribdor bo'lganlar osonla tanqid yoki mag'lubiyatdan zarba yeydi va ular buningga mansitmaslik yoki g'azab bilan inkos qaytarishi mumkin. Ammo bular shu sabablik ijtimoiy aloqadan o'zini qochirishi yoki saxta kamtarlik qilishi mumkin. Öz məbdulluq tipidagi xarakter benormalligining imtiyoz tuyg'usi boshqalarni nazarga olmaslik va boshqa taraflari munosabatga ziyon yetkazishi mumkin. Gerçi öz məbdulluq tipidagi xarakter benormalligiga giribdor bo'lg'uchi zo'r utuq qozongan biri bo'lishi mumkin bo'lsa-mu, ammo xarakter benormalligi, ya'ni masalan, shu kishining tanqidga bo'lgan ziyoda sezgurligi sababidan iqtidoriga passiv ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tadqiqotchilar o'z məbdulluq tipidagi xarakter benormalligi bilan zaharlik chekimlik chekish, kayfiyat va tashvish benormalligi nisbatining yuqori bo'lishi o'rtasida bog'lanish borligini doklad qildi. Bular o'z məbdulluq tipidagi xarakter benormalligi bemorlardagi oson hayajonlanish va nomusga qolganlik tuyg'usi qatorliq xususiyatlarning mahsuli bo'lishi mumkin. Balog'atga yetish davrida o'z məbdulluq alomatlari ko'rilgan kishining quramiga yetganda cho'qim o'z məbdulluq tipidagi xarakter benormalligiga giribdor bo'lishi notayin. O'z məbdulluqning qaysi xil o'xshamagan turlari bor? O'z məbdulluq haqovrona va ojizonadan iborat ikki turga ayriladi. Haqovrona o'z məbdulluq tosh mijozlik,
o'ziga ishonish, boshqalarning diqqatini qo'zg'ashga urinish va hujum xumarlik bilan xarakterlanadi. Acizana, o'z mabdulluq, ishmijazlik, ziyoda sezimchanlik, salbiy kayfiyat, har doim tasdiq va e'tirofga muhtoj bo'lish bilan xarakterlanadi. Öz mabdulluq tipidagi xarakter benormalligining har qanday turning birlikka kelgan aloyidaligi o'zni cho'ng ko'rish, o'zining o'y-fikrlari va qilmishlarining ularni boshqalardan farqlantirib turadiganligiga ishonishdir. Öz mabdulluq qachon kasallik hisoblanadi? Öz mabdun degan bu so'z allaqachon kishilarning kulturiga singib ketgan bo'lib, ba'zida normadan oshirib ishlatiladi. Kishilarda shunchaki, ya'ni o'ziga loyiqida ishonish doirasidan halqib ketmagan o'z mabdulluq bo'lishi normal bo'lib, u boshqalar bilan munosabat o'rnatish, hayot ustida izdinish va xatarga tavakkul qilish jihatlarda kishiga ishonch ato qiladi. Öz mabdulluq kishining munosabatlari o'zlik engi, kasbiy yoki qonuniy rol orqali uning kundalik turmushiga ziyon yetkazgandila, ondan kasallik hisoblanadi. Qaysi xil ro'yi benormalliklar o'z mabdulluq tipidagi xarakter benormalligiga yondashib keladi? Tadqiqotda ko'rsatilishicha, ijtimoiylikqa qarshi xarakter benormalligi, tarsoqlik tipidagi xarakter benormalligi va zaharlik chekimlik chekish benormalligi hamisha haqavurona o'z mabdulluq bilan teng ko'rildi ekan. Tushkunlik, tashvish va o'ziga ziyon silish doim ojizona o'z mabdulluq bilan teng yuz berdi ekan. Halbuki o'z mabdulluq tipidagi xarakter benormalligiga giribdor bo'lganlarning hammasidala yondashma alomatlar ko'rilmaydi ekan. Sabablari: o'z mabdulluq tipidagi xarakter benormalligining sababi hozircha aniq emas. Ammo biologiyalik omil va muhit omili buningga o'xshashlar ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, bu kasallikning irsiyat yildizidan boshqa, ya'ni ota-onalarning bola tarbiyalash uslubi, ijtimoiy va kultural muhit qatorliqlar, bolalarning dastlabki mazgillik kechmishlari kasallik jarayoniga ta'sir ko'rsatadi ekan. Masalan, shaxsning roli ta'kidlanadigan kulturlardagi o'z mabdulluq xohishi kollektivlik kulturlarga qaraganda yuqori bo'ladi ekan. New York qatarlıq raqobatchan muhitdagi o'z mabdulluq xohishi Iowa shtatiga o'xshash raqobat tuvan muhitdagidan yuqori bo'ladi ekan. Farzand tarbiyasi jihatda raqobatga va muvaffaqiyatga bak ahamiyat berish o'z mabdulluqni paydo qiladi. Halbuki mehr-muhabbat va boshqalarning qo'lidan kelishicha tirishishni umid qilish sog'lom taraqqiyotni ilgari suradi. O'z mabdulluq tipidagi xarakter benormalligi qanchalik ko'p uchraydi? Tadqiqotlarda isbotlanishicha, o'z mabdulluq tipidagi xarakter benormalligiga giribdor bo'lish nisbati 1% dan 5% gacha ekan. Bu kasallik erlarda va yoshlarda texmi ko'p ko'rildi ekan. O'z mabdulluq vaqtning o'tishiga ergishib ig'irlamdi. O'z mabdulluqning bir xususiyat yoki xarakter benormallik sifatida vaqtning o'tishiga ergishib ig'irlaydigan, ig'irlmaydiganligi to'g'risida ixtiloflar mavjud. Ba'zi tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, kishidagi o'z mabdulluq xususiyati kuchaysimi, kasallik, ya'ni o'z mabdulluq tipidagi xarakter benormalligi ig'irlashib ketmay, bir izida turdi ekan. Ammo texnika, jamiyat va ijtimoiy o'lchamlar birdak o'zgargan bo'lg'achqa, bu jihatdagi nasllar aro selishtirish toza ishonchlik bo'lmasligi mumkin. Shaxslarga qarta ilib berilgan tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, kishilar odatda yosh vaqtida, ya'ni o'smirlik davrida va quramiga yetish davrining dastlabida bakrak o'z mabdun bo'lib, yishining cho'ng'ishiga ergishib, o'z mabdulluq xohishi tuvallaydi ekan. O'z mabdulluq qandaq vaqtda shakllanadi? Ba'zi tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, o'z mabdulluq 8 yosh atrofida, ya'ni bolalarda o'zlik engi yetilayotganda ko'rilishga boshlaydi ekan. Halbuki ro'yi kasalliklarga diagnoz qo'yish va statistikalash qo'llanmasining 5-nashrga ko'ra, bu mezgilda kimlik yanala davomliq shakllanayotgan yoki tamoman qitib ketmagan bo'lishi mumkin bo'lg'achqa, balog'atga yetish davrida o'z mabdulluq alomatlari ko'rilganligi shu kishining cho'qim o'z mabdulluq tipidagi xarakter benormalligiga giribdor bo'lganligidan derak bermaydi ekan.
Davalash. Öz məftulluq tipidagi xarakter benormalligini davalash qiyinga to'xtashi mumkin. Chunki bu kasalga giribdor bo'lganlarda manmanchilik va qo'g'dinish eng nihoyatda kuchli bo'lib, bu ularning o'zidagi masalani va ojizliklarni e'tirof qilishini qiyinlashtirib etadi. Gerçi o'zgartish qiyin bo'lsa-mu, lekin imkonsizmi emas. Bu jihatda o'z məftulluq tipidagi xarakter benormallikqa giribdor bo'lgan bemorlar bilan muomala qilisha oladigan maxsus tarbiyalangan davolag'uvchini tepish eng muhim. Davalash o'z məftulluq tipidagi xarakter benormallikqa giribdor bo'lganlarning o'ziga va boshqalarga texmo mehr-shafqatlik muomala qilishni o'rganib olishiga yordam bera oladi. Davolag'uvchilar bemorlarning kechirmishlari to'g'risida izdinish, davolash munosabatini taraqqiy qildirish va bemorlarni turli munosabatlarga va rishtaga izchil diqqat qildirish orqali ularda texmi sog'lom o'zlik tuyg'usini taraqqiy qildira oladi va natijada bu kishilar boshqalar bilanmi sog'lom munosabat o'rnata oladigan bo'ladi. İngilizcedən Ötkür Almaz tərcümesi. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 36-cı sanıdan ilindi.